Obunachilar videolar ko'rib zerikmayapsizlarmi? Xullas endi bularni yangi katakka o'tkazamiz endi. Akalar qaranglar. Tuyani qizi. Ataka yapon qora qizil degani mana shu bo'ladi. Obunachilar. Endi aqa olib o'tishimiz ham sabablari bor. Video oxirigacha ko'ringlar. Ma'lumotga kelgan yangi katakka ular joylaymiz. Obunachilar, bismillahirrohmanirrohim. Mana. Uylar muborak bo'lsin endi. 90 ga 170 obunachilar katagimiz. Baxtli bo'lsin. Yangi kataklarda mazza qilib yashashsin ha. Ko'pchilik shu yo'l orqaga qayrilganda yaxshi ko'ragan. Kim yaxshi ko'rsa kommentar yozib qoldiringlar. Xo'roz o'zi yo'l orqaga qayrilgan bo'lsa deydi. Mana shunaqada. Videolar ko'rib zerikmayapsizlarmi? Xudo xolasa sizlar bilan birgalikda ponni bugun parlaymiz. Xo'p, mech shamoyim olib keldim obunachilar. Yapon ataka limon bilan turgan makonga mech shamoyimizni qo'ydim mana. Bu mech shamoyimiz. Limon atakadagi makon tug'yapti. Mana shunga qo'ydik. Mech shamoyga qoraga qora qilib qo'shdik. Qo'yilgan sekin parlaylik-chi. Endi uzoq video qo'yilmaydi, o'sha uchun to'g'ri tushuninglar. Bidarani kecha bu tomonga olib qo'yinib tas yozgan ekan, lekin sig'maydi. Eti pastda sig'maydi. Lekin morxona balandroq bo'lganda bidaran o'sha katay tepasiga kelib qo'yganda o'sha chiroyli bo'lardi, lekin iloji yo'q. Lekin e'tibor uchun rahmat. Bu bidalarning joyini topamiz.